Arsenal Viniciusga rekord darajadagi maosh taklif qilishga tayyor. Angliyaning Arsenal klubi rahbariyati braziliyalik hujumchi Viniciusga klub tarixidagi rekord miqdoridagi maosh taklif qilishga tayyor. Bu haqda The Telegraph xabar berdi. Manbaga ko'ra, futbolchi hozirda haftasiga 400 ming funt sterling maosh oladi va London klubi bu shartlarni yaxshilashga tayyor. Hozirda Arsenal safidagi eng yuqori maoshni hujumchi Bukayo Saka olmoqda. Manbaga ko'ra, uning bir haftalik maoshi 365 ming funt sterlingni tashkil qiladi. 26 yoshli Vinicius 2018-yil yozda Real Madrid safiga o'tgan bo'lib, uning shartnomasi 2027-yilgi mavsum oxirigacha amal qiladi. Braziliyalik futbolchi Madrid klubi tarixida turli musobaqalarda 375 ta o'yinda 128 ta gol urgan va 100 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Futbolchi jamoa bilan 3 ta Ispaniya ligasi va Ispaniya Super Kubogi, 2 ta Chempionlar ligasi, 1 ta UEFA Super Kubogi, 1 ta FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati kubogini qo'lga kiritgan. Real Madridga o'tishdan oldin u o'zi tug'ilgan Flamengo jamoasida o'ynagan.